Barchaga assalomu alaykum. Javohir Rustamov YouTube kanaliga xush kelibsiz. Xo'p, biz bu kanalda yuridik masalalar, siyosiy tahlil hamda bitta rubrika boshlaganmiz. Bu birinchi rubrikamiz kitoblar haqida xulosalarimiz. Hali kitob tahlil qiladigan darajaga yetmaganman deb hisoblayman. Shuning uchun o'qiyotgan kitoblarim haqida o'zimni xulosalarimni berib borishga harakat qilaman. Xo'p, birinchi navbatda bugun Behalovat avlod Jonatan Haydtni kitobini birinchi, ikkinchi boblari haqida xulosalarimni beraman. Hali endi 3-4-ni o'qib chiqdim. Va haqida keyingi sonlarda gaplashamiz. Xo'p, bugun birinchi, ikkinchi kirish va birinchi, ikkinchi boblar haqida 8 ta xulosam bor. Shu haqida gaplashamiz. Bu haqida men Twitter X da ham o'z post qoldirganman. Ijtimoiy sahifalarimni bitta qoldiraman. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Yaxshi foydali ma'lumotlar berib borishga harakat qilaman. Demak, bu kitob nima uchun menda qiziqish uyg'otdi? Bu kitob Farangit Press tomonidan tarjima qilingan va nashr qilingan. Kitob sifati juda ham ajoyib, o'qishga qulay, sifatli, qog'ozlari ham ko'zni og'ritmaydi. Xohlagan vaqtda o'qishingiz mumkin. Bu texnik jihatlari. Xo'p. Asar bugungi kunda biz uchun dolzarb. Nimaga? Bu asar anglo-sakson, ya'ni Amerika, Yevropa davlatlaridagi voyaga yetmaganlarni, ya'ni 10 yoshdan yuqori, ya'ni 18 yoshgacha bo'lganlarni ruhiy holati haqida o'tkazilgan tadqiqot natijalari bu yerda berilgan. Va biz uchun nima uchun dolzarb? Bizdagi holat, ya'ni bizning mamlakatdagi holat endi birinchidan rivojlanayotgan davlatimiz va bizda ham hamma umumiy bitta gap bilan aytganda hamma farzand tarbiya qilyapti va bu farzandini kelajagiga, taqdiriga befarq bo'lmagan har bir ota-ona uchun muhim asar deb hisoblayman. Birinchi navbatda shu nuqtai nazardan menda qiziqish uyg'otdi va sinchiklab o'qishga harakat qilyapman. Mana u chizilmagan joylari qolmagan, deyarli juda ham kerakli ma'lumotlar, informatsiyalar berilgan. Demak, xulosalarim haqida keladigan bo'lsak, bu Z avlod, ya'ni 96-yildan keyin tug'ilgan bolalardagi ruhiy holat o'lchangan tadqiqot usulidan foydalanib, ya'ni ilmiy nuqtai nazardan o'lchanib, o'z xulosalarini asarda keltirgan. Birinchi, ikkinchi boblar bo'yicha xulosalarimga to'xtaladigan bo'lsam, xo'p, birinchidan biz ham bolalarning ayniqsa smartfon ishlata oladigan, internetga kira oladigan ruhiyatidagi o'zgarishlar, shuningdek halovatsizlik va depressiyaga moyilligini o'lchash bo'yicha tegishli tadqiqotlarni amalga oshirishimiz lozim. Bu asarda umumiy bir qonuniyat keltirilgan va bu qonuniyat bizga qanchalik to'g'ri keladi, shuni tadqiq qilish, ya'ni ilmiy tekshirish orqali aniqlash lozim deb hisoblayman. Chunki bolani ruhiyatini bizdagi eski usullar orqali, ya'ni ota-ona ustun va u yuqori mavqega ega, ya'ni oilada va u to'g'ri degan nuqtai nazardan kechib, boladagi har bir uni yoshidagi ruhiyatini o'lchab borish bo'yicha meni bilishimcha, ya'ni balkim bordir, tadqiqotlarni men kuzatmaganman, tadqiqotlarga qiziqaman o'zim. Agar bo'lsa, kommentariyada qoldirib ketsanglar, ya'ni O'zbekistondagi bolalarni ruhiyatini o'lchash bo'yicha amalga oshirilgan tadqiqotlar bo'lsa, ulashsanglar xursand bo'lardim. Agar bo'lmasa, buni biz albatta qilishimiz kerak. Ertaga kech bo'lmasligini oldini olishni, ertaga kech bo'lmasin. Mana bu asarda keltirilgan salbiy oqibatlarni oldini olish uchun ham bizga bunday tadqiqotlar kerak. Mana PhD bo'yicha 13 mingmi, 14 mingmi, 17 mingta odam PhD qilgan va mana shu PhDlardan biz amaliyotda qanchalik foydalanyapmiz degan bir o'rinli savol bo'lishi tabiiy. Va psixologiya sohasida ham, bolalar psixologiyasi bo'yicha ham mana shunday tadqiqotlarni o'tkazish kerak. Nomigagina PhD unvonini olish uchun tayyor mavzuni, bir 3 yil oldin qilingan mavzuni qaytadan qilib yoki pul evaziga emas, haqiqiy ilm jonkuyarlari bizga ham kerak bugungi kunda. Hop, ikkinchidan, nega davlat organlarida ishlovchi xodimlarning doimiy depressiyada yurishi, o'zlarini xotirjam his qila olmasligini tub sabablarini tushungandekman. Nimaga?
Bu yerda halovatsizlik va depressiyaga aniq ta'riflar berilgan. Mana shu ta'riflardan kelib chiqib, o'ylashimcha bizda ham ayniqsa xunuk maza qiluvchi organlardagi ishlovchi xodimlarni ruhiy holatini, depressiyaga moyilligini, halovatsizlik sabablarini o'rganish lozim. Har bitta xunuk maza qiluvchi organda ilmiy institutlar bor, akademiyalar tashkil qilingan va u yerda professor o'qituvchilar dars beradi. Kafedralar bor. Mana shu kafedra mudirlari, o'qituvchilari umuman sohadagi faqatgina fandagi mavzularni tadqiq qilmasdan, balki o'sha tizimda ishlovchi xodimlarni ham holatini o'rganish kerak. Ko'pchilik men shaxsan o'zim ham xunuk maza qiluvchi organlarda ishlaganman va bu yerda aytilgan depressiya va halovatsizlik omillari, sabablari, oqibatlari menda ham kuzatilgan. Va o'sha paytlarda o'ylardimki, agar oylik maosh oshsa, bu narsa o'z-o'zidan yo'q bo'ladi. Halovatsizlikdan va depressiyadan qutulaman deb. Yo'q, afsuski, bunaqa emas ekan. Men shu kitobdan keyin tushundimki, mana keling, yaxshisi men o'sha joyni o'qib berishga harakat qilaman. Hozir so'zma-so'z yodimda qolmagan. Bunday xulosaga kelishimga sabab mana bu tushunchalardan keyin. Mana halovatsizlik u ko'pchilikdagi mushaklar tarrangligi, qorin yoki ko'krak sohasidagi og'riq tarzida namoyon bo'ladi. Hissiy jihatdan esa bu holat vahima, xavotir va vaqt o'tishi bilan holsizlik ko'rinishida kechadi. Kognitiv jihatdan olganda halovatsizlik insonning tiniq fikrlash qobiliyatini susaytiradi. Xayolga berilish, muammolarni bo'rttirish, vahimachilik, haddan tashqari umumlashtirish va oq-qora fikrlash kabi buzilgan tafakkur shakllarini yuzaga keltiradi. Xo'p, bu halovatsizlik sabablar. Mana shu omillar menda ham kuzatilgan. Misol uchun, fikrlash qobiliyatim juda ham susayib ketgan, xayolga beriladigan bo'lib qolganman, muammolarni bo'rttirish, hamma narsani oq-qora fikrlash darajasida bo'lib qolganman. Endi depressiyani ta'rifiga qarang. Depressiyada ikkita anaqa bor, belgisi bor. Tushkun kayfiyat, ya'ni g'amginlik, bo'shashish, umidsizlik hissi va aksar yoki hamma narsaga qiziqishni yo'qolishi, ulardan zavq ololmaslik kabi belgilari mavjudligi, bu hamma xunuk maza qiluvchi organlarda deyarli ko'pchilikda mana shu narsa kuzatiladi. Va jismoniy alomatlar sifatida ozish, ya'ni sezilar tarzida ozish yoki semirish, me'yordan ancha kam yoki ko'p uxlash, doimiy charchoq, diqqatni jamlay olmaslik, tartibsiz fikrlash, o'zini ayblash, muvaffaqiyatsizliklarga haddan tashqari e'tibor qaratish, mana shu belgilar shaxsan o'zimdan kuzatilgan va bugungi kundagi ko'pchilikda kuzatiladi va bu bevosita ish samaradorligiga ta'sir o'tkazadi. Shu nuqtai nazardan bu xulosaga kelganim sababi shu, buni o'lchash kerak va ko'pchilik o'ylaydigan, mana shu sohada ishlayotganlar oylik oshsa yo oyligim ko'p bo'lsa, mana shu narsadan qutulaman, samaraliroq ishlayman degan fikrga keladi. Afsuski unaqa emas. Faqatgina mana shu halovatsizlik va depressiyani oldini olinsagina, unga ta'sir qilayotgan omillar bartaraf qilinsagina, inson o'zini ancha halovatli va depressiyasiz hisoblaydi va samarali ishlashiga bu o'z-o'zidan ta'sir ko'rsatadi. Keyingisi, 3-xulosamga to'xtaladigan bo'lsam, rivojlangan davlatlarda Z avlodda kuzatilayotgan halovatsizlik, depressiya, o'z joniga suiqasd qilish, real hayotdan uzilganlik, maktabdagi begonalashuv hamda himoyalanish rejimida qolishning sabablari, asosiy omillari sifatida men hozircha ko'rganlarim ichida davlatlarning iqtisodiy nuqtai nazardan rivojlanganligi va smartfonlardan foydalanishga to'laqonli imkoniyat yaratilganligi. Ya'ni ayniqsa o'sha kitobda ham kelinadi, ya'ni bolalardagi ruhiyatdagi o'zgarishlar 2010-yildan keyin kuzatila boshlangan. Bunga sabab o'sha Apple birinchi smartfonni taqdim qilganligi omil sifatida ko'rsatiladi va ijtimoiy tarmoqlarning rivojlangan davlatlarda kengayishi smartfonlar bilan birgalikda kechganligi sababli bevosita bolalarda ham bunga imkoniyat yaratilgan va bu o'sha halovatsizlik va depressiyaga tushishdagi asosiy bir omillardan biri. Ya'ni aytmoqchi bo'layotganim, bizdagi Z avlod bilan Yevropadagi Z avlod, Amerikadagi Z avlod o'rtasida keskin farq bor. Chunki bizda mana shu yerda iqtisodiy rivojlanayotgan davlat ekanligimiz bizni foydamizga rol o'ynaydi. Ya'ni
bizda ham o'sha vaqtlarda 2010-yillardan boshlab iqtisodiy rivojlangan davlat bo'lganimizda edi. Bizda ham voyaga yetmagan bolalarimizda smartfonlarga, ijtimoiy tarmoqlarga dostуп bo'lardi. Xuddi mana shu asarda keltirilgan salbiy oqibatlar bizda ham kuzatilishi mumkin edi, lekin meni shaxsiy fikrimcha bizda unaqa bo'lmaydi. Bizda hali imkoniyat bor. Bu bo'yicha keyingi xulosalarimda gaplashamiz. Yana aytib o'taman. Takrorlash bo'lsa ham aytishim mumkin. Bizda hali imkoniyat bor bu salbiy oqibatlarni, bu kitobda keltirilgan salbiy oqibatlarni oldini olish bo'yicha. Xo'p, 4-xulosam asarda keltirilgan raqamlardan ko'rinib turibdiki, o'rtacha hisoblaganda bolalar ro'yxatdagi o'zgarishlar 2011-yildan boshlanib 2018-yilga qadar tinimsiz yuqoriga yo'nalgan tendensiya asosida o'sib kelgan. 2019-2020-yillarda endi pandemiya butun dunyoda bo'ldi va bu holatda hamma telefon va internetga mukkasidan ketib qoldi. Bizdagi o'sish nuqtasi sifatida men aynan mana shu davrda tanlagan bo'lardim tahlil nuqtai nazaridan. Agar tadqiqotchilarimiz shu narsani o'rganishsa, menimcha raqamlar ham ko'rinadi. Qachon bizda o'sish boshlangan, aynan 2019-2020-yillardan o'sha hamma bekorchilikdan, ya'ni uyda o'tirgan holatda internet va telefonga mukkasidan ketib qoldi. O'sish nuqtasi aynan mana shu joydan boshlanishi mumkin degan gipoteza bor menda. Xo'p, 5-si bizdagi Z avlod rivojlangan davlatlarga Z avloddan tubdan farq qiladi. Yuqorida aytib o'tdim buni. Hozircha bunday xulosa kelishimga asosiy sabab shaxsiy kuzatuvlarim. Menda raqamlari yo'q, lekin qidiryapman. Men Twitterda yozib qoldirdim. Qasd va suiqasd bo'yicha 2010-2025-yildagi statistikani olishga harakat qilib ko'rdim, lekin hozirgacha olganim yo'q. Balki olgandan keyin qanaqadir raqamlar bu fikrimni tasdiqlasa kerak. Bu meni o'zim shaxsiy kuzatuvlarim va Z avlod bilan gaplashish menga juda ham maroqli, yoqadi. Ulardan ko'p narsa o'rganaman. Ularning yoshida bo'lganimda men bunaqa fikrlamaganman xullas. Bu yaxshi ma'noda va ulardan juda ham ko'p narsa o'rganaman shu paytgacha. Va bu mana shu Z avlod ruhiyati buzilgan va halovatsiz va depressiyaga tushgan Yevropa va Amerikadagi Z avloddan farq qiladi va bizni mana shu potensial kuchimiz sifatida foydalansak bo'ladi. Chunki mana bugungi kunda kuzatyapmiz 2025-yilda ko'plab yutuqlarga fan bo'ladimi, olimpiada bo'ladimi, sport bo'ladimi, shaxmat bo'ladimi, qaysi yo'nalishda bo'lishidan qat'iy nazar Z avlod vakillarimiz yuqori marralarni egallab kelishyapti. Bunga sabab o'sha aytganimda, ya'ni biz iqtisodiy jihatdan rivojlanayotgan davlat bo'lganimiz 2010-yillarda, ya'ni smartfon va ijtimoiy tarmoqlar rivojlanishi to'g'ri kelgan paytda bizda hali dostуп bo'lmagani ularga to'laqonli, ya'ni aholini xarid quvvatiga yetmaganligi bizni foydamizga o'ynayapti bugungi kunda. Bizni Z avlod ularni Z avloddan kuchli hisoblanadi. Bu mening shaxsiy fikrim. Xo'p, farq shundaki, rivojlangan davlatlarda Z avlodning maktab va institut davrida smartfon hamda ijtimoiy tarmoqlarning keng yoyilishi bilan birgalikda kechgan. Bizda esa ijtimoiy tarmoqlar kirib kelishi va foydalanuvchilarning sonining keskin ko'payishi ko'proq milleniallar, ya'ni bizga to'g'ri keladi. Biz ko'proq foydalanganmiz. Chunki biz aynan ijtimoiy tarmoq va smartfonlar rivojlanganligi va bizda xarid quvvati paydo bo'lganligi bizni yoshdagilarga anaqasiga to'g'ri keladi, yoshiga to'g'ri keladi. Bu o'sha bevosita aytib o'tgan iqtisodiy ahvol va xarid quvvati bilan bevosita bog'liq. Xo'p, oddiyroq qilib aytganda 2011-yilda rivojlangan davlatlardagi 11-17 yoshlilarning smartfondan va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish ko'rsatkichlari bizdagidan keskin ko'p bo'lgan. Menda yana aytaman, bunda raqam yo'q, lekin yuqoridagi xulosalarni kelib chiqib fikrlashga harakat qilyapman. Raqamlar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Albatta buni o'lchab ko'rishimiz kerak. Mutaxassislarni so'ragan bo'lardim, albatta buni o'rganish kerak. Xo'p, 6-dan, ya'ni 1-2 boblarni o'qib chiqib, menda shunaqa gipoteza shakllandiki, men yuqorida aytdim, bizda hali vaqt bor. Biz bu kitobda keltirilgan salbiy oqibatlarni oldini olish imkoniyatimiz bor. Bunga faqat biz ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilib, o'lchab, bolalardagi, jamiyatdagi bolalardagi ruhiyatni o'lchab, qonuniyatni aniqlab, ilmiy tadqiq qilish natijasida 10-15 yildan keyin agar biz ham e'tiborsiz bo'ladigan bo'lsak, hozirgi tendensiya davom etadigan bo'lsa, bizda ham mana shu kitobda ko'rsatilgan depressiya holati bolalarimizda yuzaga keladi. Faqat bunda alfa avlodda bu narsa kuzatilishi mumkin. Z avlod ham bu narsadan o'tib ketadi.
Xo'p, 7-si voyaga yetmaganlar tomonidan o'z joniga qasd va suiqasd qilish yuzasidan o'tkaziladigan tekshiruv va hisobotlarda bolalardagi halovatsizlik va depressiyani o'lchash natijalari kiritilmaydi. Ya'ni agar voyaga yetmagan bola o'z joniga qasd yoki suiqasd qilsa, u bo'yicha tergov qadar tekshiruv o'tkaziladi. Tergov qadar tekshiruv o'tkaziladi va bu bo'yicha hisobot yuritiladi. Hisobotda bola ruhiyatidagi holatlar umuman ko'rsatilmagan. U yerda bolani qarzi bormi yoki kimdir sevib qolgan, ruhiyatidagi o'zgarish grafada, hisobotda ruhiyatidagi o'zgarish sifatida ko'riladi. Ya'ni qanaqa o'zgarish u ko'rsatilmaydi, o'lchanmaydi hech qachon. Va bu voyaga yetmagan tomonidan o'z joniga qasd va suiqasd qilinganlik holati bo'yicha maktab psixologlariga xizmat tekshiruvi o'tkazish topshiriladi. Va xizmat tekshiruvi natijasi bo'yicha nima deydi? Bolani tipini aniqlab beradi. Ya'ni melanxolikmi, 4 ta tip bor, nomlarini bilmayman, xullas o'sha qaysi birligini aniqlab beradi, bo'ldi xolos. U ham nimaga qarab aniqlaydi? Psixologlarda shu har yilda bir marta bolalar bo'yicha qanaqadir test o'tkazadi, bo'ldi. Shunga asosan bir narsa bizga xulosa beradi. Lekin bu yetarli emas. Bugungi kunda yetarli emas. Qachondir bu narsa to'g'ri bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bugun bolalarda ruhiyatini buzilishiga olib keladigan sabablar juda ham ko'p. Ulardan bittasi smartfon va ijtimoiy tarmoqlardan emni-erkin foydalanish, hech qanday to'siqlarsiz. Bundan oldingilarda esa to'g'ri ularning ruhiyatini buzilishiga qanaqadir bitta-ikkita narsa sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Ota-onasi urushgan bo'lishi mumkin, yo do'stlaridan dakki eshitgan bo'lishi mumkin, ikki baho olgan bo'lishi mumkin, bilmayman, boshqa narsalar bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin bugungi kun uchun bu yetarli emas va biz buni oldini olishimiz kerakki, yana shu sohada ishlovchi, shu sohada ilm qilayotgan, shu sohada o'qiyotgan, magistraturada, bakalavrda o'qiyotganlar mana shu narsani boshlab berishlari kerak. Hatto PhD qilish kerak, doktorskiy ishlar ham qilsak bo'ladi mana shu yo'nalishda. Va oxirgi xulosam, bolalar haqidagi kompleks ma'lumotlarni yig'ish vaqti keldi. Ya'ni bu nima degani? Kompleks degani bu yuqoridagi xulosam bilan bevosita bog'liq. Bolani faqat qaysi tipdaligini aniqlash o'zi yetarli emas. Bola maktabga 1-sinfga borishdan boshlab to maktab 11-sinf tugatgunga qadar bo'lgan uni ruhiyatdagi o'zgarishlar doimiy ravishda o'lchab borilishi kerak, o'rganilishi kerak va o'lchash indikatorlari aniqlanishi kerak, topilishi kerak va mana shundan kelib chiqib qanaqadir qonuniyatlar vujudga keladi. Bizning qo'limizda qonuniyatlar bo'ladi va biz bevosita jamiyat o'laroq, ota-ona o'laroq bolamizni ruhiyat haqida bevosita xabardor bo'lamiz va u ruhiyatdagi o'zgarishlarga sabab bo'lgan omillarni bartaraf qilish bo'yicha qanaqadir yechimlar qilishimiz mumkin. Umuman bolalarda hozircha shu menda 8 ta xulosam kitob haqida, ya'ni 1-2 boblar haqida. Bu hali yana boblar ko'p. Ular bo'yicha albattasi bo'yicha mana shunaqa chiqish qilishga harakat qilaman. Va umumiy 2 ta bob bo'yicha xulosa bizga ilmiy ishlar kerak. Ilmiy ishlar kerak, indikatorlar o'lchashimiz kerak, ruhiyatni aniqlashimiz kerak, qonuniyatlarni hozir topishimiz kerak. Hozir shu ish qilmasa ertaga kech bo'ladi. Alfa avlodni yo'qotib qo'yamiz. Z avlod menimcha bu narsadan o'tdi. Bemalol aytishimiz mumkin. Hozir 2023-yildan keyin adashmasam tug'ilganlar alfa avlod deb atalyapti. Mana shular bizni bevosita men tengilarni, farzandlarni ruhiyatini asrashimiz bu bizni burchimiz. Xo'p, hozircha shu. Barchaga rahmat. 20 daqiqacha taxminan sabr qilib ko'rganingiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Foydali ma'lumotlar berishga harakat qilib boraman. Ko'rishguncha.